internet. Juda qiziq savol. Ilgizbek Shamirzayev, Qirg'iziston O'sh viloyatidan. O'qituvchi muxlisimizning savollari. Diqqat qiling. Har bir o'tovda iloji boricha yirtqich hayvonlar terisi ilovlab turadi. Bu ma'lum ma'noda o'tov bezagi, dizayni deyish mumkin. Diqqat savol. Ikkinchidan, qanday amaliy vazifani bajaradi bu dizayn? Vaqt ketdi. Mana bitta variant bor. Mo'ynasiga chaqadigan narsalar yopish uchun-da. Unga birga aniq yaxshi. Qo'yga ham tashlab qo'yaverib. Endi Yo'q, nimaga yirtqich? Nimaga yirtqich? xo'p, Boshqa yirtqich hidiga kelmasligi uchun bu uni territoriyasida deydi, hududida deyiladi. hidi ketib qolmaydimi ma'lumotdagi terisi Sasib yotadi. turadi ancha paytgacha. Ancha paytgacha tursa kerak va terisi bilan birga bo'ladi. Tuzlamasa, Xo'p, xonada yana nima vazifa bajarishi mumkin? Tulib vazifasi qo'yib qo'yadi terisini ostiga. aynan amaliy vazifasi kerak. Yirtqich demadi, o'sha yirtqichlarning hujumidan Boshqa qo'shni masalan mushuk Asosan nima? kirmas balki. Oddiy qo'shni yovvoyi. Qaysi yirtqich terish bo'lishi mumkin? Ayiq, bo'ri, yana qaysi yirtqich bo'lishi mumkin? Qirg'iziston tomonida, o'tov tomonda. Yani nima qanaqa yirtqichlar bor? O'shani kelib chiqaylik. Tulki, shunaqa narsalar. Bo'rilar. O'zini itlarini ruhini ko'tarish qanaqadir nimasi yo'qmi? Va yirtqich hayvonlar terisi. Hidini o'rganish uchun qo'rqmaslik uchun. Qandaydir yirtqich? Tepa osib qo'yiladi. Bo'ridan terisi, ayiqdan terisi qo'yish mumkin, to'g'rimi? Ayiqdan ham bo'rilar kelmaydi. Yirtqich qochish uchunmi? kelmasligi, hamroh hujum qilmasligi. Bo'ldi. Javobmi yo qo'shimcha vaqt olasizlarmi? Javob berasizlarmi? Ulug'bek Qulmurodov. Ulug'bek, marhamat. Demak, bizning javobimiz o'tovga yirtqich hayvonni terisini ilib qo'yishgan maqsad teri baribir qanchadir muddatdan o'z hidini, isini berib turadi. Boshqa yirtqichlarda begona yoki itlarni o'tovga yaqinlashmaslik maqsadida yirtqich hayvon terisi ilinadi o'tovga. Faqat yirtqich demoqchimisiz? Yirtqich bor endi, u tomonda hayvonlar bor, it bor, mushuk bor, mana shunga o'xshagan hayvonlar. Yirtqich emas, oddiy itlar demoqchisizda, ha? Shunaqami? Ha, shunday. Bu ahamiyatli. Siz hozir ahamiyati yo'q deb o'zingizni yuz ifoda qilyapsiz-ku, lekin ahamiyati juda ham bor. Juda ham bor. Qabul qildim javobingizni. Har bir o'tovda iloji boricha yirtqich hayvonlar terisi ilovlab turadi. O'tov bezagi dizayni bundan tashqari ayiq hidi, bo'rini isi uzoq muddat atrofga hidi kelib turadi. Bundan esa cho'ponlarning itlari bu xonaga, o'tovga kirmaydilar. 3-4 hisob. Qaysi savolni sizlar ma'qul ko'rasizlar? 7-chi Qirg'izistondan kelgan 7-chi savol bizga yoqdi. Ilgizbek Shamirzayev O'sh viloyatidan tabriklab qo'yamiz bu muxlisimizni. Sizning savolingizni bolalar yoqtirishdi. Eng yaxshi savol bo'ldi.